Sohibqiron Amir Temur 14-asrning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyo tarixida keskin lekin qudratli burilish nuqtalaridan biri bo'ldi. Ana shu davrda tarix sahnasiga chiqqan Sohibqiron Amir Temur o'z davlatchilik modeli, harbiy strategiyasi va shaxsiy irodasi bilan butun mintaqadagi kuchlar muvozanatini tubdan o'zgartirdi. U hokimiyat tepasiga kelganda Movaroun Nahr ichki nizolar, tarqoqlik va kuchlar kurashi girdobida edi. Hududni boshqarib turgan mayda amirlar o'zaro raqobatga berilgan, iqtisodiy tizim zaiflashgan, tashqi tahdidlar kuchaygan bir paytda zamon o'zidan qat'iyatli markaziy kuchni talab qilardi. Ana shu bo'shliqni Temurning siyosiy irodasi, harbiy iste'dodi va qat'iy intizomi to'ldirdi. Amir Temurni tez fursatda butun mintaqa bo'ylab tanitgan narsa uning harbiy yurishlaridagi aniqlik, reja, intizom va o'tkir strategiyasi edi. U avvalo Movaroun Nahrni to'liq birlashtirdi. Keyin bu markazdan kuch olib o'z imperiyasining geografik doirasini keskin kengaytirdi. 14-asr oxiri va 15-asr boshlarida Temur imperiyasi O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Kavkaz, Iroq, Suriya, Kichik Osiyo, hatto Hindistongacha bo'lgan ulkan hududni o'z ichiga olgan. Uning yurishlari orasida eng yiriklari Oltin O'rda ustidan qozonilgan g'alaba, Dehli sultonini bo'ysundirish, Tabriz, Sheroz, Bag'dod, Damashq kabi markazlarni egallash, shuningdek Usmonli sultoni Boyazid Yildirim ustidan Anqarada qo'lga kiritilgan g'alaba tarix sahifalarida alohida o'rin tutadi. Bu yurishlar Sohibqironning shaxsiy salohiyati bilan bir qatorda uning tuzgan temir tuzuklari, intizom, boshqaruv, harbiy tartib va davlatni mustahkamlovchi qoidalar tizimining amaliy natijasi edi. Temur imperiyasi o'sha davrda kuchning eng yuksak ramzi sifatida ko'rindi. U qaysi hududga kirsa, siyosiy tizim yangidan qurildi. Savdo yo'llari tiklandi, shaharlar qayta bunyod etildi. Samarqand Temuriylar davrida nafaqat davlat poytaxti, balki ilm-fan, me'morchilik va san'at markaziga aylandi. Ulug'bek kabi daholar yetishib chiqqan ilmiy muhit aynan Temurning markazlashgan siyosati natijasi edi. Uning kuch adolatda tamoyili davlat boshqaruvida tartibni birinchi o'ringa qo'ydi va bu tartib imperiya hududlarida aniq sezildi. Sohibqironning o'limi esa uning hayoti kabi tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. U 1404-yilda Xitoyga yurish boshlagan edi, ammo bu yurish oxiriga yetmadi. 1405-yilning fevralida O'tror yaqinida kasallik sabab vafot etdi degan ma'lumotlar tarixiy manbalarda keng tarqalgan. Uning o'limi ulkan imperiya uchun burilish bo'ldi. Markaziy kuchning yo'qolishi Temuriylar o'rtasidagi ichki raqobatni kuchaytirdi va asta-sekin birlik susayib bordi. Shunga qaramay Amir Temur merosi asrlar davomida qudrat, siyosiy irodasi, intizom va davlatni tartib orqali boshqarish falsafasi bilan yashab kelmoqda. Bugun ham u barpo etgan imperiya qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, tarixda qoldirgan izi nihoyatda ulkan. Shaharlar tiklandi, ilm-fan rivojlandi, siyosiy markazlashuv kuchaydi va eng muhimi, Markaziy Osiyo tarixida eng nufuzli davrlardan biri yaratildi. Sohibqironning shaxsiyati, yurishlari va davlat qurilish tajribasi hanuzgacha qudrat, strategiya va davlatni boshqarishning o'ziga xos maktabi sifatida eslanadi.